daryo bo'ylarin yov qilganda g'orat, ikki daryo bo'ylarin yov qilganda g'orat, yurtga hokim bo'lganida mal'un kasofat, boshim urib huzuringga keldim nihoyat, Temur bobo jahongir bayrog'ingni ber, sabr qarorim qolmadi yarog'ingni ber. Şavkat ko'rmay taxtu qasrlar o'tay, qasrlar o'tdi. Temur avlodidan man deb qasrlar o'tdi, Temur avlodidan man deb qasrlar o'tdi. Temur bobo jahongir bayrog'ingni ber, sabr qarorim qolmadi yarog'ingni ber, sabr qarorim qolmadi yarog'ingni ber. Bermadi, bayrog'ini ham bermadi, yarog'ini ham bermadi. Ha mustaqil bo'ldi-ku. Ha bu mustaqil emas-da. Nimaga? Chunki xalqimiz ham, nafaqat xalqimiz, ziyolilarimiz ham mustaqil yashashga tayyor emas ekanda. Jadidlar ham 100 yil avval ma'rifat deb o'tib ketishdi. Jahannamga qarab ketyaptimi, qiyomatga qarab ketyaptimi? Bu avomning ishi yo'q. Qorni to'ysa bas. Ayt o'zing bizni yaratding. Ayt o'zing bizni yaratding. Qaysi sho'rlik onadan? Dengizdir xalq to'lqindir xalq kuchdir, xalq isyondir xalq ofatdir xalq o'chdir, xalq isyondir xalq ofatdir xalq o'chdir. Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir kim to'xtatsin, xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdir kim to'xtatsin. Quvvat yo'q kim xalq istagini yo'q etsin, quvvat yo'q kim xalq istagin yo'q etsin, quvvat yo'q kim xalq istagin yo'q etsin. Xalq isyoni saltanatni yo'q qilgan,
toju taxtlar yiqilgay. Yo'qlikni da, ochlikni da yo'q etar. Yo'qlikni da, ochlikni da yo'q etar. O'z yurtini ne'mat bilan to'q etar. Yo'qlikni da, ochlikni da yo'q etar. O'z yurtini ne'mat bilan to'q etar. O'z yurtini ne'mat bilan to'q etar. Bizda asosiy maqsadimiz bugun ikkita. Birinchisi o'zbek tilimiz O'zbekistonda davlat tili bo'lishi kerak va mana shunga erishishimiz kerak. Ikkinchi paxta monokulturasiga qarshi kurash. Uchinchi Farg'ona fojiasi haqida mana shu bugun shu yerda faryod qilishimiz kerak. Biz o'z talablarimizni hukumatimizga aytishimiz kerak. Mana shu maqsadda yig'ilganmiz va imonim komilki biz maqsadga erishamiz. Meni nazarimda o'zbek xalqi hali Dadaxon Hasanday kuygunchak hofizaga ega bo'lgan emas. Dadaxon Hasandek xalq dardiga butunlay singib ketgan, xalq dardini, o'zini hayotini mazmuni, ma'nosi deb biladigan san'atkorga shu paytgacha ega bo'lmagan degan bir fikr menga keladi. Dadaxon Hasan shunday bir ulkan iste'dod sohibiki va bu uning san'ati, uning iste'dodi xalq dardi bilan shu darajada qorishib, singishib, bog'lanib ketganki, bu dardni Dadaxonni san'atidan va san'atini Dadaxonni dardidan ajratish mumkin emas. Bugun mana shunday juda buyuk xalqimizning bir bo'lagi shu yerga yig'ilgan. Mana shu yerda biz kelajagimiz uchun, baxtimiz uchun va ayniqsa hurriyatimiz uchun kurash boshlashimiz kerak. Byurokratizmga qarshi keskin kurash boshlamasak, ular bizni ezib tashlaydi. Eng birinchi galda biz mana shu o'z ona tilimizga ega bo'lishimiz kerak. Menga alam qiladigan joy shuki, qachonki mening mana shu do'ppim, o'zimda do'ppim bo'lsa-yu, nega uni xalq muhokamasiga tashlab, shu Dadaxonnikimi yoki boshqanikimi deyishimiz kerak.
Altın tağlar yarar Hakeyi sen katlanan Altın tağlar yarar Hakeyi sen çayunan Gözünü aç Özbegim Koyganın diyanı Koşul bizning savlarga Mayli ketsa canında Koşul bizning savlarga Mayli ketsa canında Noyob fazilat Dadaxon san'atini benazarligi, betakrorligi. Dadaxon hech kimga o'xshamaydi. Dadaxonni hech kim takrorlay olmaydi. Garchi uni muxlislari besanog bo'lsa ham, garchi uni izidan boruvchi san'atkorlar behisob bo'lsa ham, uni san'atini takrorlashni, uni mahoratini takrorlashni hech kim uddasidan chiqa olmaydi. Men bir qo'shiq eshitdim. Laylo degan qo'shiqni. Bu Dadaxonni o'sha 60-yillarda xalqqa mashhur qilgan qo'shig'i. Bu qo'shiqni hozirgi o'zbek estradasini yulduzlaridan biri ijro etdi. So'z o'sha, ovoz musiqa o'sha, lekin Dadaxonga xos sehr, Dadaxonga xos mahorat, Dadaxonga xos o'ziga jalb qila bilish, odamni lol qila bilish mahorati bu san'atkorda yo'q edi. Dadaxon shunday kuylaydiki, dardga to'lib shunday kuylaydiki, meni nazarimda uni faqat ovoz tizimlarigina emas, uni faqat yuragi emas, uni faqat vujudi emas, uni har bir hujayrasi dardga to'lib kuylayotganday. Necha yoshda edingiz shunda? O'shanda 24 yoshda edim. Bu Laylo obrazining orqasida haqiqiy bir inson turganmi? Bor, inson turgan, jonon turgan bir. Shu bilan tanishganmiz bir qizni tug'ilgan kunida. Shu bilan bir-birimizni sinab ko'rib, bir-birimizga ma'qul bo'lgandan keyin turmush qurganmiz va 5 ta bola chaqali bo'lganmiz. Belki uçgan edim yodingda Shirin halingni buzdim Laylo, Laylo seni yoningda Ko'rdim ko'rmoqchi o'zim Laylo, Laylo seni yoningda Birden görmoqchi o'zim Dilim dilakor yoningga o'chay Laylo Sizlarimni yo'llariga marjondek sochay Laylo Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo Agar ishqim urad etsang qaylarga qochay Laylo Jon Laylo Hayda buldum Yana hayda buldum yolingda Yo'llaring
oilam va ayniqsa meni sobiq turmush o'rtog'im Rauf Parfi, Dadaxon Hasanov juda ko'p yaxshiligini ko'rgan insonlar. Dadaxon aka Rauf Parfiga o'zini bir o'g'liga qaragandek qarardi. Qayerga borsa olib boradi, ichkisi kelsa olib beradi, chekkisi kelsa olib beradi, qarzini to'lash boradi, menga qo'shilib juda qattiq qadrlardi. Endi Dadaxon akani gapirganda birinchi navbatda bu narsani aytish kerakki, Dadaxon akani nima uchun mana shu keng omma bugun Dadaxon akani eshitishdan mahrum. Bu hatto Sovet davrlarida ham Dadaxon aka menimcha o'sha hukumatga hech qachon ma'qul kelmagan. Chunki Dadaxon akani qo'shiqlarida ham, hatto ijrosida ham, o'sha yozgan she'rlarida ham hamisha isyon bor edi. Ya'ni o'sha millatning qayg'usi bor edi. Millatning qayg'usi esa hamisha Sovet davrida ham bu isyon tuyulgan, hozirgi davrda ham millatning qayg'usi isyon. Millat haqida qayg'urgan odam o'sha paytda ham dushman edi, hozir ham dushman. Dadaxon aka ham aynan mana shunaqa dushmanlar qatoriga qo'shildi va mana necha yillarki Dadaxon akani na kitoblari chop etiladi, na qo'shiqlarini berishadi radio televideniyada. Hamma joy Dadaxon aka uchun yopiq. Suvam yo'q, bir nimali qilish uchun. Krantni 3 yil bo'ladi qo'yib qo'yganiga borib krantdan suv olib tashib ichishga ham bir imkoniyat yo'q. So'tib berishda haqiqatan so'tiyni berdi, so'tiyni olgan odamlar shundaygacha hali turibdi. Ba'zi bir xil yerlarga dashi suv ham saratonda ham shu yil sentabrda ham borish nimasi yo'q. Unga borib bitta yog'och topib, bizdaqangi odamlar yog'och topib borib bitta uy qilib olishga hali qurbati ham yetmaydi. So'tig olgan bilan. Yog'och masalasi ham mashinchalik. Bizda mana shu qishloqlarda. Mana axir g'ish, hali bir nima yo'q. O'ylamiz, 12 kunlik jonmiz. Bitta tom nima qila olmaymiz hali. Mana hozir men ham o'zim 9 ta bolalayman. Mana shu meni kelinim bo'ladi. 2 ta bolasi mendan talada hozir. Bitta peshevonda bu o'tirsa, bitta uyda men o'tiraman, bitta peshevonda ichida. Ha shunchalik mana shu ishlab kelaman, mana shatta ishlarni soqolimizdan oqardi, shatta ishlab. Shu bitta uy qilganmiz, hali shu uyda rost mana ichiga kirib o'tiradigan qolganim yo'qda. 6 yil bo'ldi mana shuni kelin qilib olganimga hali. Kolxozdan bir yoqqa qimillab chiqib ketolmasak, endi hozir qatga ham boramiz biz. Berganiga qanoat qilib ishlayapmiz. Axir 40 so'm, 50 so'm menga ham beradi. Davlat 80 so'm pensiya beradi. Shunaqa endi. Tanjonimiz sog', hech qayerda bir doktorni ko'rganimiz yo'q, 80 yoshga kiribam. Bir joyga borib yotib olganimiz ham yo'q. Ish qilib xorimaymiz, tanjonimiz sog'. Bir joyda o'qda o'tirib olgan joyimiz yo'q. Xudoga shukr. Ota, kolxozda necha yildan buyon ishlayapsiz? Ha, kolxozda mana 80 ga kirgan bo'lsak, 70 yil, 75 yildan beri kolxozdamiz. Bu yerga qimillagan. Hech qayerga qimillaganimiz yo'q. Kolxoz tuzilgandan shaxsiy shu odamlar. Kolxozdamiz deya, ilgari bunaqa tratil yo'q edi, boshqa yo'q edi. Xatak qilib ham ekkanmiz ho'kizlarda, jo'ya qilib ham ekkanmiz. Rahmat davlatimizga. Qadrlab shu ordenlarni ham berdi bizga.
jamo hukmini boshga qilib toj, o'zim yemay kiymay nachor noiloj, butun ittifoqni to'ydira olgan, borim berib yana qarz bo'lib qolgan. Mehnat ozod qilaman degan shiorni dunyo ko'rmagan men ko'rgan ozorni, dunyo ko'rmagan men ko'rgan ozorni. Aylamoqni unutar emish, faqat tuproq tutib don izlagan qush. Man qoyil qoladigan fazilatlardan biri uni shaxs sifatida hech qachon sinmaganligi. Uni qanchadan qancha so'roqlarga tutdilar, qamadilar, uy joylarini musodara qilish xavflari tug'ildi. Hayoti xavf ostida qoldi. Umuman har qanday sahnalardan mahrum qildilar, odamlar bilan uchrashuvlardan mahrum qildilar, odamlarga qo'shiq aytish baxtidan mahrum qildilar. Lekin qanday sharoitga tushmasin, dadaxon o'sha dadaxonligicha xalq uchun kuyinish yo'lidan qaytmaydigan dadaxonligicha qolaverdi. Bunday baxt esa, men buni baxt deb bilaman. Ehtimol kimlardir buni yo'qotish deb bilar. Men esa buni baxt deb bilaman. Bunday baxt dadaxonni bezaydigan yana bir ulkan sifat. Bunday sifatlarni juda ko'p keltirish mumkin. Umuman dadaxon
o'zbekni peshonasiga bitgan katta bir baxti. O'zbek ayta olmayotgan so'zlarni aytayotgan san'atkor. O'zbekning ovozi, o'zbekning dardi. Biz bilmay qolibmiz, endi unaqa bo'lib qolibdi, kaseta qo'yib deb eshitdik deb. Keldik, hazilga do'stlar bilan hazillashdik. Mana sizlarning kaseta buni eshitaveringlar deb. Shunaqa voqealar borki, xalq boya aytganingizdek yurak unaqalarni eshitadi-da. Hangomalar juda ko'p. Dadaxon akaning qo'shiqlari ham alohida bir mavzu. Chunki Dadaxon akada umuman shunchaki aytilgan qo'shiq yo'q. Har bitta qo'shiq Dadaxon akani yuragidan tug'ilgan. Yuragini tilib, yara qilib, qonatib chiqqan bir qo'shiqlar. Bironta qo'shig'i yo'qki, yumshoqqina chiqqan bo'lsa, u albatta Dadaxon akani mana shu yeridan qirib chiqqan, hamma joyini qirib chiqqan. Balki mana shu qo'shiqlar shunaqangi bir azob bilan chiqqani uchundir Dadaxon akani ovozida bir mung bor, ovozida bir nola bor. Hech kimda yo'q. Men eshitmaganman. Och odamlar bosh ko'tarmas hech qachon. Dunyoda ochlarni boshqarmoq oson. Dunyoda ochlarni boshqarmoq oson. Buni hadis podshoyi albatta ayon. Buni hadis podshoyi albatta ayon. Bitta shoir bo'lsa edi ushbu zamonda. Nahot bitta shoir yo'qdir O'zbekistonda. Bo'lsa edi turar edi u xalq tomonda. Bo'lsa edi turar edi u xalq tomonda. Nahot bitta shoir yo'qdir O'zbekistonda. Bo'lsa edi turar edi u xalq tomonda. Mash'al bo'lib yonar edi qutlug' maydonda. Birinchi cho'lponda she'rlardan boshlaganman. Kulgan boshqalarga yig'lagan menman, o'ynagan boshqalar qamalgan menman degan she'rlari bor edi. Keyin qo'limda so'nggi tosh qoldi, yog'imga otmoq istayman degan qo'shiqlari. Keyin xalq degan she'rni qo'shiq qilganman. Xalq isyondir, xalq to'nqindir degan she'rlarini. Ana shu cho'lponni shu studentlik davrimda Rauf qo'limga olib kelib berdi. Mashinkada chiqqan 4-nusxasini xira yozilgan. Bir sim bilan bog'lab qo'yilgan. Uyimda turibdi hali ham. Shuni o'qiganimda dunyoga qayta tug'ilganman men. Shuni o'qishdan boshlab dunyoga qayta odam bo'lib tug'ilganimni eslayman. Undan keyin Yasaviyni o'qidim, Yasaviydan qo'shiq aytdim. Ana keyin Rauf Parfidan o'sha Laylo qo'shig'ini aytdim. Undan keyin bir nechta, bir 20 tadan oshiq qo'shig'ini aytdim. Shundan boshlangan keyin Pushkindan ham aytganman qo'shiq. Tumorim degan she'rini qo'shiqqa aytganman. Keyin endi mana Abdulla Orifdan aytdim, Erkin Vohidovdan ham bir ikkita qo'shiq aytdim. Muhammad Yusuf degan shoirning qo'shiqlarini aytdim. Keyin mana Yusuf Juma 80-yillarda Yusuf Jumani she'r topdim, uni she'rlarini qo'shiq qilib aytdim. Hozir ham aytaman. Endi ko'p she'rlar, qo'shiqlar o'zimniki. Masalan, bitta mashhur shoirga aytdim. Bugun ayollarimiz madakor bo'lib ketdi. Buzilib ketdi. Chet elga ketib tanini sotib yuribdi. Shular haqida bitta qo'shiq, she'r yozib ber, qo'shiq qilaman dedim. Uni shakli qanaqa bo'lishini men talab qilmayman seni. Shu she'r qilib bersang bo'ldi menga dedim. Har satriga falon so'mdan pul beraman senga dedim. Yozib bera olmadi. Men degan shoir o'sha. Xalq shoiri. Yozib bera olmadi. U yozishi mumkin edi, lekin qo'rqdi. Keyin o'zim yozdim. Ayollar mardikor bo'ldi, ko'chalarda xorzor bo'ldi, qizlar qator-qator bo'ldi, O'zbekiston degan yurtda degan o'zim yozdim. Aytaman shoirlarga shu mavzuda boshlandi yana. O'la.
xotinlarga joni achidi uni ham. Bo'ldi, hozir to'xtatamiz. Shoirlarga aytaman. Mana shu temada she'r yozib ber. Gonoraringni beraman deyman. U qurug'i yo'q bizda qurug'i. Shoir bilaman ahvolini hozir. Gonoraringni beraman desam yozmaydi. Millatni nazariga tushgan, shu millatni dardini ifodalaydigan bironta voqea, hodisa yo'qki, Dadaxon aka o'sha qo'shiqda ifodalanmagan bo'lsa. Mana eng oxirgi bir voqeaga to'xtasak, butun dunyo buni juda yoqasini ushlab hayratlanib bu narsaga nima qilishdi. Dadaxon akani shu Andijon voqealariga bag'ishlangan qo'shiqda buni eshitganda bir o'pirilib, bir joying o'pirilib, bir zilzilada qolib ketgan odamdek his qilasan qo'shiqni eshitganingda. Menga har holda juda qattiq ta'sir qildi shu qo'shiq. Shunday bir qo'shiqki, o'sha Andijon voqealarini tasmaga yozilgandek go'yo ko'z oldingdan o'tadi. Ana shu qo'shiq deb Dadaxon aka qancha azob chekdi. Bu azob Dadaxon akani nafaqat o'ziga, mana shuncha yillar davomida berilib kelayotgan azoblari natijasi o'laroq mana shu kenaymi kasalliklari, hayotdan shunday vohli ketishlari, juda barvaqt ketishlari, kasallanib. Dadaxon akani farzandlari siqilib qancha voqealar o'tdi, farzandlarini qo'shdan ko'p kunlar o'tdi. Lekin shu o'rni kelganda shuni aytish kerakki, baribir Dadaxon aka bir qoyadek qattiq turdi. Umuman qimirlatib bo'lmadi. Dadaxon akani hech kim qimirlatolmadi. Albatta faxrlanish mumkin. Endi muzikani kim yozadi sizni ashulalaringiz? Meni ashulalarimga shu kungacha birov muzika yozgan yo'q. Birovga murojaat ham qilganim yo'q. Va birovni yozgan muzikasi menga yoqmaydi bilaman. Men o'zim she'rni yozdimmi, o'zim kuy bastalayman, o'zim aytaman. Chunki she'rga moslab muzika yozaman, ohang. Menda she'r, ohang, muzikasi birga tug'iladi. Mashinada o'tirdim, boshlanadi. She'r keladi, shunga ohang keladi. Birga keladi ohang. Alohida kelmaydi. Shu o'zim aytaman, ichimdan o'zib chiqadi, qaynab chiqadi. U birov muzika yozsa, ichingizdan qaynab chiqmaysiz-da, notaga qarab aytasiz. Bu soxta chiqadi. Va yana Dadaxon akani kimligini ko'rsatadigan yana bitta juda katta muhim bir voqea. Hatto shu O'zbekistonni tarixida eng muhim o'rin egallagan tashkilotlardan biri birlik ham mana shu hovlida, mana shu uyda tashkil topgan. Hatto shu harakatni boshlanishi ham, shu harakatni tug'ilishi ham Dadaxon aka bilan bog'liq. Va Dadaxon aka ana shu birlik xalq harakati bir fundamental tus olishiga, shu xalq harakati haqiqiy xalq harakatiga aylanishiga, O'zbek yurtida juda katta bir o'rin egallashiga, juda bir populyarniy bo'lishiga o'zim o'zbekcha so'z topa olmay qoldim hozir. Ana shunda ham Dadaxon akani hissasi katta. Ansamblni qayerdan olasiz? Kimlar sizga yordam beradi? Ilgari desam kelaverardi, cholaverardi. Hozir endi mana u bozor iqtisodi mustaqillikka erishib, pul bilan bitadi. Ishda hammasi pul oladi. Pulga cholishadi. Keyin menga cholib bergin, zapis qilamiz desam, cholib beradi, haqini beraman. Haq to'layman. Endi studiyalarda yozasizmi, studiya zvukazapis? Yo'q. Studiyalar men bilan gaplashgani qo'rqadi. Sozandalar ham qo'rqadi, lekin ba'zilar taniydi, ba'zilar tanimay chovoradi. Tanigani, bilgani cholmaydi. Bunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan hayotimda. Hatto to'yga aytishadi, misol. Men gap kelganda aytayapman-da, o'zi programmaga to'g'ri kelmaydi-yu. Masalan, to'yga aytadi. To'yga bir hafta, 2 hafta qo'yib telefon qilishadi. Aka kelmaysiz ekan. Shunaqa topshiriq bo'ldi. Kelsangiz to'palang bo'lar ekan. Kelmang dedi, bormayman. Meni nazarimda ijodkor qanday so'z aytayotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'sha so'ziga o'zi amal qilishi kerak. U qanday e'tiqodni ilgari surayotgan bo'lsa, birinchi navbatda shuni namunasini o'zi ko'rsatishi kerak. Afsuski, bizning ijodkorlarimizni juda ko'pchiligini ijodi xalqqa kuyinish ruhida bo'lsa ham, amalda o'sha o'zini ko'rsatish holatlari zaruriyati paydo bo'lgan holatlarda bu ijodkorlarimiz o'zini e'tiqodidan chekinishi ular uchun juda oson bo'ladi. She'rda boshqa bir odam, ijodda boshqa bir odam. Buni men faqat ikki yuzlamachilik deb aytgan bo'lardim. Buni men tushunmayman.
Mana eng qizig'i aynan she'rda ana shu narsalar baribir iloji yo'q ekanda, baribir ko'rinar ekan. Ana o'sha Erkin Vohidov ham o'sha bir dardi bor edi ichida. O'sha Sovet davrida o'sha millati uchun qayg'urayotgan davrida uni g'azallari boshqacha edi. Unda bilinardi. Juda nozikligi bilan berardi. Abdulla aka ham, haligi nima ham, Erkin Vohidov ham o'sha Abdulla akani haligi Oltin baliqcha she'ri butun haligi O'zbekistonni nima qilib oyoqqa turg'izib yuborgan. O'zi bir hovuz ichida yashayapsan, botqoqning ichida Oltin baliqcha. Lekin bu dunyo deb bilasan. Sani dunyoing shu. Ana shuni tegida haligi urg'ular keyin mana shu dunyo qarash o'zgargandan keyin, o'sha nafs g'olib kelgandan keyin eng qizig'i she'rlarda ham shu narsa ko'rinib boshladi. Abdulla akada ham, Erkin akada ham. Endi Rauf Parfiyni juda bu narsalardan yiroq bo'lgani, Parfiyda nafs yo'q edi. U nafs hech qachon nafsga bir sekund qul bo'lgan odam emas. Endi Dadaxon akani bugungi o'sha qo'shig'ini qahramoni ham, she'rini qahramoni ham vatanparvar. Dadaxon akada mana shu bo'linish yo'q. Ayniqsa mana Andijon voqealaridan keyingi aytgan qo'shiqlari umuman o'tirib tinglab bo'lmaydi bu qo'shiqlarni. Va tikka turib tinglash kerak. Hatto bu qo'shiqlarni eshitganda o'z-o'zidan ko'zingizga yosh keladi. Chunki bu zulmga, zolimlarga nafrat to'lib yotibdi-da ichida. Ijtimoiy bir sotsial bir hodisa mana shu siyosiy qo'shiqchini jamiyatga ta'sir o'tkazishga harakati deb bilaman-da mana shuni. Xalqlar sarvari do'st oshno bilib Sizni xalqlar sarvari do'st oshno bilib Inqilob dalg'asi odil rahnamo bilib Ikki daryo bo'ylariga nur ziyo bilib Ikki daryo bo'ylariga nur ziyo bilib Mikhail Gorbachev sizga nidolarim bor Samolarni titratguvchi sadolarim bor el shodir ramo Qayta qurmoq shavqidan el shodir ramo So'zlamakka erk berdingiz tashakkur ramo So'zlamakka erk berdingiz tashakkur ramo Zulmat ichra taralmoqda toza nur ammo Mikhail Gorbachev sizga nidolarim bor Samolarni titratguvchi sadolarim bor muxolifatni parchalanib, bo'linib mag'lubiyatga uchrashining asosiy sabablaridan biri o'zbekchilik. O'zbekchilik bo'ldi. Ana o'sha o'zbekchilik ichida tajribasizlik ham bor. Savodsizlik ham bor, ma'naviyatsizlik ham bor. Eng muhimi savodsizlik. Endi bu birinchi ketganlar u majbur bo'lgan, jonini asrab, agar qolganda otilib ketardi, qamalib ketardi. Shunda endi ular ba'zi birlari, masalan, qo'rg'oshilar o'sha chet elga o'tib kurash qilib, askar yig'ib kelaman degan, Turkistonga kelib yana kurashaman degan. Uni avlodlaridan hech umid yo'q. Endi bu urush vaqtida hali legion o'tgan, asrga tushib o'sha yerda qolib ketgan jon saqlab va o'sha yerda yashab qoldi. Ular endi bitta ikkita qolgan bo'lsa kerak. Oxirgisi Boymirza Hayit mana o'tgan yili o'tdi, olamni o'tdi. Endi ular ham shu o'lgunicha vatan deb o'tdi. Vatanni sevib,
iloji qadar, imkon qadar kurashdi. Masalan, maqolalar yozdi, kitoblar yozdi. Bir konferensiyalarda, bir majlislarda shu Turkistonda, O'zbekistonda tanitdi o'sha chet ellarga. Shunaqa koloniya ekanligini bildirishdi. Qo'lidan kelgan harakatni qildi. Ijtimoiy hodisa sifatida bir qo'shiqlarni o'zi juda odamni ruhlantirib yuboradi. Masalan, bitta Azroildan muncha qo'rqasiz degan qo'shig'i borda. Shu butun bir ohanglari shunaqaki, o'sha demokratiya bo'lmagan, bitta odam hamma narsani boshqargan tuzumdagi bir bo'g'iqlik haqidagi ashula yoki prezidentning saroyini Oq saroy deyshadi. Oq saroy, oppoq saroy, qilmishlari nopok saroy degan ashulasi bor. Siyosatchi o'zini siyosiy muxolifatchi ekanligini bildirib yurish kerak. Ho Arktikadami, ho Afrikadami, ho Xitoydami, Yevropadan farqi yo'q. O'zini bildirib turish kerak. O'zbekligini, kurashchanligini, elim yurtim deyishini hamma joyda ayon qilib turish kerak. Ayt o'zing tokay bu yurtning hokimi begonada faryoda yo o'zing ozod qil iblis degan hamxonada bosh olib hargiz ketolmam buzuq vayronadan. Ya Xudo bu yurtning botirlari ham bormi? Siyosiy qo'shiq sifatida dadaxonakiga teng keladigani yo'q. Umuman uni izdoshlari o'zi yo'q. Demak, qandaydir bir yurak bor ekanki, Dadaxon Hasan shunchalik qahramonlik ko'rsatyapti bunday qaraganda. Bitta o'zi jonini garovga qo'yib shu qo'shiqlarni aytayapti. Hammamiz ertamizni o'ylab yo'q deyish kerak bo'lgan joyda sukut saqlaymiz. Balkim bizning fojiamiz shundadir. Bizni sukutimizni qay ma'noda qabul qilishga bog'liq. Ehtimolki biz o'sha sukutimizni o'zida javobimizni yo'q degan javobimizni kuchliroq aytayotgan bo'lishimiz mumkin. Bizning ziyolilarimiz mana shu kun boshdan kechiryapti hozir. O'sha baralla yo'q deyish kerak bo'lgan ziyolilarimiz bugun motamsaro sukutda, qayg'uli sukutda. Nimada bor? Qur'onda bor ekan. Habash podsho bo'lsa ham bo'ysun degan ekan. Shu g'oya kelyapti bu. Bizdingizmi? Demak bu an'ana bo'lgan. An'anaga aylanib ketgan. An'ana, urf-odat bu dindan ham baland bo'lib ketadi o'zbekda. Baland turadi. Masalan, shamchiroq yoqadi, qabristonlarga chiroq yoqib qo'yadi, pilik yoqadi. U islomda yo'q ekan bizning dinimizda. U Zardushti dinidan qolgan ekan. Hali davom etyapti. Hali kelinni o'tda atrofida aylantirardik-ku. O'zimiz ham aylantirganmiz yoshligimizda. Ko'r tutganni qo'ymas deganda bitta narsani tutib olsa o'zbek, shuni o'lguncha olib boraveradi-da. Endi buni yana bir sababi bu o'zbek hech qachon kitob o'qimagan. Hech qachon kitobxon bo'lmagan, tarixda ham. Dunyo adabiyotini bilmasa, dunyoviy ilmlarga e'tibor bermasa, faqat urf-odat, shu rasm, rusum, din deb yuraversa, bu qanaqa taraqqiyot bo'ladi? Qanaqa haligi an'anaviy qabig'dan chiqib, faqat dunyoni o'rganishga kiradi. Dunyoda nima voqealar bo'lyapti? Bilmaydi o'zbek. Chunki dunyoni eshitmaydi, ko'rmaydi. Bizga kabel bormi? Kabel bo'lsa ikkita Moskvani ko'rsatadi. Toshkentni ko'rsatadi. Chet elda qanaqa stansiyalar, radio stansiyalari bor, televideniyalar bor, ko'rmaydi o'sha. Masalan, parabolisk antenasi yo'q bechorada. Oddiy magnitofoni yo'q, radiosi yo'q, dunyoni eshitgani. Hatto ozodlikni BBCni eshitmaydi o'zbeklar, bildingizmi? Bunday xalq qanaqasiga taraqqiy etadi, rivojlanadi-yu, dunyoni taniydi. Dunyoda nima voqea bo'lyapti biladi, qatdan biladi bechora. Hali sasigan hovuzda yotgan tilla baliqchada bu o'zbek. Sasigan hovuzda dunyoni biladi. Mana mustaqil bo'ldik. Qachon mustaqil bo'ldik? Mustaqil bo'lganimiz yo'q. O'sha qulligimizcha qoldik. Ilgari Sovetga qul bo'lsak, hozir Islom Karimovga qulimiz. Bildingizmi? Qanaqa ozodlik? Hech qanaqa ozodlik yo'q. Gapiradigan gapini gapira olmaydi ziyoli. Qo'rqadi, bola chaqam deydi. Qanday ta'sir ko'rsatadi? Hukmdorni jilovlab turish uchun uni ziyolilari bo'lish kerak, uni ma'naviy ustunlari bo'lish kerak.
Bizda u darajada ziyoli yo'qdi. Menga buni tan olish nihoyatda og'ir. Lekin Ziyoli men ham o'zimni ziyoli deb bilaman. Men ham o'zimni ziyoliman deb bilaman. Men har qanday hokimga, har qanday hukmdorga o'zimni fikrimni tushuntirishga harakat qilaman. Lekin uni qabul qilmasliklarini ham tushunib turaman. Meni fojiam shunda. Endi men juda ko'p o'yladim. Shunday ketgan taqdirimizda ham juda uzoq ketadi. Xalqimizni o'zi harakat qilmasa, endi harakat qiladigan xalq emasda bu. O'tirsa o'tiradi, turdisa turadi. O'z holicha, o'z ixtiyori bilan turmaydi, o'z ixtiyori bilan yurmaydi. Chunki u qullikdan tuzilish uchun siyosat boshqa bo'lishi kerak, davlat boshqa bo'lishi kerak, demokratiya degan gaplar bo'lishi kerak. Har holda bir g'oya bo'lishi kerak. G'oya atrofida birlashsa, bu xalq sekin-sekin yangi avlodlar kelib tarbiyalansagina bir narsa bo'ladi. Lekin bugungi siyosatimiz, bugungi ahvolimizda hech narsani ko'rmayapman. Bir daraxt eksangiz, ko'karib meva berishi uchun unga shart-sharoitlar bo'lishi kerak. Havo yaxshi bo'lishi kerak, suv bo'lishi kerak, madaniy, mahalliy o'g'it bo'lishi kerak. Unga qarashingiz kerak, vaqtida butab turishingiz kerak, tozalashingiz kerak. Ay insoniyat ham shunday. Shart-sharoit bo'lsagina o'sib ulg'ayadi, taraqqiy etadi. Sharoit yo'qmi? Hech narsa bo'lmaydi, unda qurib qolaveradi. U jadidlar davri hali dunyoni ko'rmagan, dunyoni anglamagan xalqimiz oddiy, sodda edi. Hozir murakkablashib ketdi xalqimiz. Ijodkor ijod qilmay qo'ysa o'lgani. San'atkor qo'shig'ini aytmasa o'lgani. Lekin Dadaxon aka e'tiqodda sobit, irodasi mustahkam. O'tgan asrning 80-yillarda qanday qalam tebratgan bo'lsa, shu kunlarda ham o'shanday qalam tebratyapti. Shu kunlarda ham qo'shig'ini aytyapti. Erta bir kun yaxshi kunlarda qo'shiqlari jaranglab xalqni xonadoniga kirib boradi. Yozayotgan, yaratayotgan she'rlari sherxonlarda mulkiga aylanadi. Men bunga ishonaman. Ismoil Buxoriyni qabrini ko'tardi, Naqshbandiyning joylarini qildi, ma'naviyat rahnamolarini joylarini ko'tarib ta'mirladi. Endi o'zbek bunga xursand bo'ladi. Kim qildi? Ha, palonchi prezidentimiz qildi. Yaxshi ko'raveradi-da, lekin shu prezidentni. Bildingizmi? Ha, bitta qishloqqa bitta masjid qurib bersangiz, siz hoji hamsiz, hatto payg'ambar hamsiz. Sizni to'p qilishadi. Mana masjid qurdi deb. Bu prezidentimiz qancha joylarda yangiladi, qancha mana Hastimomda juda katta diniy anjuman qurilibdi, madrasalar qurilibdi, masjidlar qurilibdi. Xalq yana shunga rahmat minnatdormiz deyotibdi. Bildingizmi? Behbudiyga, Cho'lponga, Fitratga, Munavvar qoriga haykallar qurilarmikan? Shunday zamonlar keladimi? Endi unga haykal qurilish mumkin emas. Shu siyosat bo'lsa qurmaydi hali beri. Bu siyosatdan keyin 100 yillardan keyin qurilishi mumkin. Qachonki haqiqiy avlod dunyoga kelsa, o'zini tanigan, o'zini kimligini bilgan, ota-bobolarini tanigan avlodlar dunyoga kelsa, hokimiyatni olsa, ana u siyosatini yurgizadi. O'sha jadidchilikning asoschilari aytaylik, o'sha Cho'lpon, Qodiriy, Fitratlarga haykallar o'rnatish mumkin. Men ko'pincha aytib yuraman, O'zbekistonda qahramonlar ko'p. Agar haqiqiy qahramonlarga unvon berish kerak bo'lsa, xalq unvon berish kerak bo'lsa, prezident emas, xalq bersa, birinchi navbatda bir nechta xalq qahramonlari bor. Shularning ichida birinchi safda Dadaxon Hasan turadi. Chunki Dadaxon Hasan haqiqatan ham zulmga qarshi o Sovet davridan beri ashula aytib kelyapti zolimlarga qarshi. Agar Dadaxon Hasanni mana shu qo'shiqlari radioda, televideniyada berilsa, buni masalan xalq rostdan ham ruhlanadi, ruhlanib ketadi va o'zini anglab yetadi. Shuning uchun ham men
Juda orzu qilardim shunaqa zamonlar kelishini. Dadaxon Hasanning qo'shiqlari, ashulalari va shu televideniyada, radioda yangrab turishini orzu qilardim. O'zbekda hech narsa yo'q. Ziyoli ham yo'q, shoir yozuvchi ham yo'q. Shoir degani xalqni boshlovchi degani. Xalqni ongi, miyasi, g'oyasi degani. Qani o'sha shoir? Ha? Bizda Gulchehra opa bor, Yodgor Obid bor. Qani? Yusuf Jubay ham bor, harakatda bo'lmasa ham. Qolgan shoirlar qani? Xalq shoiri qani? Xalq shoirlar, qahramonlar qani? Ular soxta hammasi. Raqqosalar ular, artistlar ular. Masalan, dunyoga bulbul paydo bo'lguncha qurvaqani bulbul deb qabul qilgan ekan o'zbek. Bulbul chiqqandan keyin, bulbul bunaqa sayrar ekan-ku, biz ahmoq bo'lib qurvaqani eshitib mazaq yurgan ekanmiz degan ekan. Hali shunday zamonlar keladiki, o'zbek o'zini rahnamosini topadi. Haqiqiy prezidentni topgandan keyin, mana endi prezidentga yalchidik deydi. Ungacha hali ancha vaqt bor. Xotirjam bo'ling. Bu kunlarda siz bilan biz ko'rmaymiz.
Şekanahu avanın Allah'ı yok el. Yalavaç kul kebir kolu ayağı yok el. Temur baba Cahangir'in peyrağı bir. Sabr kararım kalmadı yarağı bir. Senden dünya soramayman sirat vermeye, sirat vermeye. Raşkı alam arnamus bir kıyat vermeye, kıyat vermeye. Şiddet şecaat ruhu zat kudret vermeye, kudret vermeye. Timur baba